shu ashulani yozayotganimda hozirgi hayotimga shunchalar ta'sir qiladi deb umuman o'ylamagandim. Sotuvlarda turibdi turli o'yinchoq, kelinchak kiyimli har xil qo'g'irchoq. Deydilar narxlasang arzon beramiz, xohlasang yangisini olib kelamiz. Oyog'im ostida o'zgacha tuproq, nima ekan deb o'yladim ko'proq. Deydilar sen bilgan qadr bo'ladi, shu qadr ustida hamma yuradi. Xarob bir ko'rimsiz tilanchilar ko'p, nomlari ajoyib aytdilar yurak. Turarlar bechoralar pana-panada, so'rashib har kimdan mehr sadaqa. Dod dedim, dunyoning bozori qursin, kitobi niqobi barchasi o'lsin. Oqibat mehr har odamda bo'lsin, yuraklar yerda emas, o'rnida tursin.